Sirdaryo viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati va Sirdaryo viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi hamkorligida ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. So'nggi yillarda Sirdaryo viloyatida ichimlik suv ta'minotini yaxshilash borasida muhim qadamlar tashlanmoqda. Qarzorlikni kamaytirish, noqonuniy ulanishlarni oldini olish va tizimni raqamlashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ijobiy natija bermoqda. Biroq bu natijalarni barqaror saqlash uchun aholi va yuridik iste'molchilar o'rtasida tushuntirish ishlari yanada kuchaytirilishi zarur. Sirdaryo suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatida bo'lib o'tgan navbatdagi matbuot anjumanida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, shu bilan birga debitorlik qarzorliklarini undirish borasida olib borilayotgan ishlar hamda bu borada yuzaga kelayotgan muammolar to'g'risida ommaviy axborot vositalari vakillariga keng ma'lumotlar berildi. Bugungi kunda qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasini nazorat qilish inspeksiya tomonidan 439 ta nazorat ishlari amalga oshirilgan bo'lib, ya'ni ichimlik suvdan foydalanish qoidalarini buzgan, ya'ni noqonuniy foydalangan iste'molchilarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 163-moddalari bilan ma'muriy jarimalar rasmiylashtirilgan. Bu matbuot anjumanimizda kelgusi rejalar bo'yicha ham keng qamrovli tushunchalar berildi. Shuningdek, tadbir davomida ayrim fuqarolar tomonidan ichimlik suvidan noqonuniy ravishda foydalanib kelinayotgan holatlar ham bayon etildi va ular tomonidan 4.3 milliard so'mlik zarar yetkazilganligi aniq raqamlar misolida keltirib o'tildi. Ma'lumotlarga ko'ra, yetkazilgan zararning 1.1 milliard so'mi undirilgan. 3.2 milliard so'm zararni undirish bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2025-yilning 1-yanvar holatiga oladigan bo'lsak, bizning 38 milliard 600 million so'm debitor qarzdorligimiz mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ushbu qarzdorligimiz 26 milliard 900 million so'm tashkil qilmoqda. Ushbu qisqartirish ishlarida bizda o'sha hokimlik idoralari hamda prokuratura organlari tomonidan hamkorligida samarali ishlar olib borildi. 1-oktyabr holatiga 439 ta noqonuniy tarmoqqa ulanish holatlari kuzatilib, jamiyatimizga 4 milliard 600 million so'mlik zarar yetkazish holatlari kuzatilib, bugungi kunda 1 milliard 300 million so'mi ushbu zarar miqdori undirilib, qolgan 3 milliard 600 million so'm prokuratura organlari tomonidan undiruv harakatlari olib borilmoqda. Tadbir yakunida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollariga batafsil javob olishdi.